Qachondir Decoupage botidan foydalangansiz, lekin sizda muammolar kelib chiqqan. Biz sizga 60 soniya ichida qanday Davlat kadastrlar palatasi rasmiy Telegram botidan to'g'ri foydalanish bo'yicha ma'lumot beramiz. E'tibor qiling, endilikda fuqarolar uchun murojaatlarni yuborish yanada qulay bo'ldi. Buning uchun sizga telefoningiz va undagi Telegram ilovasi kerak bo'ladi. Birinchidan, Telegram ilovasidan Decoupage botiga kiring va oynada paydo bo'lgan start tugmasini bosing. Qaysi tilda murojaat qilishingizni aniqlash uchun sizga til tanlash imkoniyati beriladi. O'zbek va rus tillaridan birini tanlang. Undan so'ng murojaatni yuridik yoki jismoniy shaxs tomonidan yo'llanayotganligini tanlash tugmasi chiqadi. Siz kerakli tugmani bosing. So'ngra jismoniy shaxslar uchun shaxsingizni tasdiqlovchi ma'lumotlarni kiriting. Sizning ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotlari, ya'ni pasport raqamingizni kiritish talab etiladi. Ma'lumotlarni kiritib bo'lganingizda sizda telefon raqamingizni kiritish talab etiladi. Agar siz yuridik shaxs nomidan murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, unda tashkilotingiz haqida ma'lumotlar to'ldiring. Bunda tashkilot nomi, INini kerak bo'ladi va oxirida mana bu yerga murojaatingizni qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda sizga asosiy eslatma. Har bir yangi murojaat uchun siz ushbu ketma-ketlikni boshidan bajarishingiz talab etiladi. Aks holda sizning murojaatingiz Davlat kadastrlar palatasiga yetib bormaydi. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilariga yana bir bor eslatib o'tmoqchimiz. Davlat kadastrlar palatasi rahbariyati tadbirkor va fuqarolar murojaatlariga doim ochiq ekanligi hamda har bir kelib tushgan murojaatlar nazoratda ekanligini bildiradi.